Bugun biz dunyodagi eng katta orollar to'g'risida fikr yuritamiz. Yer yuzida minglab orollar bor. Lekin ularning ba'zilari butun davlatlar hududi kabi katta va hayratlanarli. Alloh taolo har bir orolni o'ziga xos tabiat, iqlim va ekologiya bilan yaratgan. Inson esa bu ne'matlarga egalik qiluvchi emas, balki omonat saqlovchidir. Eng katta orollardan biri bu Grenlandiya oroli hisoblanadi. Uning katta qismi muzliklar bilan qoplangan. Global isish sabab bu muzlar erib ketmoqda va dengiz sathi ko'tarilishi davom qilmoqda. Agar bu davom etsa, millionlab insonlar yashaydigan sohil hududlari xavf ostida qolishi aniq. Keyingi orolimiz Gvineya oroli. Eng boy biologik xilma-xillikka ega orol hisoblanadi. Yuzlab noyob o'simliklar, qushlar va hayvonlar faqat shu yerda yashaydi. O'rmonlarni kesish, qazilma boyliklarni noto'g'ri qazib olish ekotizimga juda katta jiddiy zarar yetkazmoqda. Keyingi orolimiz Borneo, yana boshqa nomi Kalimantan deb aytiladi. Ming yillik tropik o'rmonlari bilan mashhur. U orangutanlar, noyob qushlar va ko'plab hayvonlarning vatani hisoblanadi. Bu yerda palma yog'i yetishtirish uchun o'rmonlar ommaviy ravishda yo'q qilinmoqda. Natijada hayvonlar yashash joyidan ayrilmoqda, iqlim o'zgarmoqda, havo ifloslanmoqda. Keyingi orol Madagaskar oroli. Tabiatning haqiqiy xazinasi. Bu yerdagi tirik mavjudotlarning aksariyati dunyoning boshqa joyida uchramaydi. Lemurlar, noyob daraxtlar va o'simliklar aynan shu orolga xosdir. O'rmonlarni kesish va tuproqning yemirilishini ko'plab turlari yo'qotish yoqasiga olib kelmoqda. Bu ulkan orollar bizga eslatadi. Yer insonga berilgan omonat. Isrof qilish faqat mol dunyoda emas, tabiatga munosabatda ham taqiqlanadi. Suvni, havoni, o'rmonni, hayvonlarni asrash insonning mas'uliyati va burchidir. Agar biz tabiatni asrasak, tabiat ham bizni asraydi. Agar biz tabiatga bee'tibor bo'lsak, oqibatini kelajak avlod tortadi. Shuning uchun har bir daraxt, har bir tomchi suv, har bir jonzot oldida mas'ul ekanligimizni unutmasligimiz kerak. Alloh taolo bizlarni yer yuzida fasod qiluvchilardan emas, isloh qiluvchilardan qilsin. Amin.